Selam dostum. Мен seni bizning laboratoriyamizda ko'ruma bik shotman. Birde biz qiziqli tajribalar o'tkazamiz, fanniy oshishlar yasaymiz, ham mavqtirg'ish, bosh vatqishlar shishamiz. Sen hazırmı dostum? Olaysa ketdik. Dostlar, men bugun da sizning uchun mavqtirg'ish, bosh vatqish hazırladim. İxtibar bilan qarag'iz. Demak, men bu qog'oz betini 4 nuqta yasadim. Siz do'stlar, shu 4 nuqtani 3 siziq yordamida o'zaro tutashtirishga tiyishsiz. Ya, bugungi bosh vatqishimni shisha olarsizmi ekan? Aydagiz birgalab o'ylab qaraylik. Do'stlar, men bugungi bosh vatqishning tub shartining birisini aytmaganman bit. Siz haligi siziqlarni yasaganda qalamni qog'oz betidan ayirishga tegish tugilsiz. Ko'rganingizcha do'stlar, men haligi 4 nuqtani o'zaro 3 siziq yordamida tutashtira olmadim. Bildim. Do'stlar, men bu bosh vatqishning javobini bildim. Siz de bildingizmi? Aferin do'stlar. Aydagiz hozir haligi bosh vatqishni shisha olmaganlar uchun onun javobini aytdik. Demak, 4 nuqtani yangadan yasaymiz. Demak, bosh vatqishning shartlari bo'yicha biz haligi 4 nuqtani qalamni qog'oz betidan ayirmaycha 3 siziq yordamida tutashtirishga tegish. Demak, boshladik. Mana shunday kelib chiqadi do'stlar. Ko'rdingizmi? 4 nuqtada o'zaro tutashtirilgan. Haligi bosh vatqishning asli nidan iboratsin do'stlar? Biz haligi bosh vatqishni shishganda mana shu 4 nuqta qisalaridan chiqarga tiyishmiz. Ya'ni birinchi siziq chetga ketdi, ikkinchisida 4 nuqta shigindan chiqib ketdi, ham uchinchisi yangadan birinchi nuqtaga aylanib qayta. Do'stlar, haligi bosh vatqishni shisha olgan kishini ijodiy kishi deb ataylar. Ya, nechik? Siz ijodiy kishimi? Alla yo'qmi? Javoblaringizni do'stlar, siz Shoyan TV kanalining YouTube kanalida o'rnashtirilgan mening video yozmalarim ostida qoldira olasiz. Ya do'stlar, nechik? O'shadimi sizga bugungi bosh vatqish? O'shasa, men bunday bosh vatqishlar ko'rsatuvimni kelasi topshiriqlarda da davom etaman. Shunga ko'ra bizni qaramay qolmag'iz do'stlar. Amin. Haliga sizning bilan sog' bo'lasham. Kelasi uchrashuvlarga qadar xush-xush.